Qaysi? Yozdirganmi? Ayting o'shani. Yatiti Boboyev Ilhom. Yaqti Chorvachi. Boboyev Ilhom. Ilhom, ha? Aha. Chorvachi. Telefon nomeri. Istan yo'qdan bilmaymiz. Chorvachi bo'lgan. Bu boyagi kamchilik hujjat keldi. 94lik 295 94lik 295 295 75 55. 75 55. Sizlar so'ragan hamma dokumentlarni qilib Bo'ldi. berdim. Safarmat hozir bo'ldi. Aha. Hozir hujjat taxlang. Hozir ruxsat kelgandan chiqarib beramiz. 3 kun muddat ichida. Bo'ladimi opa? Bo'ladi. Bo'ldi, qilib beramiz. Aslida. Mayli. Bu ukangizmi, xona? Ha. Bo'ldi. Hozir Faqat lozim bo'lsa chaqiring, 1 soatda bo'ladi. Shu yerda hujjatlar kamchilikka olib kelingan bo'lsa, shu yerda hozir birdan qo'l qo'yib berasiz. Mayli. Azim bobo küçük korkunuz. Azim bobo, ha? Baraka. Bobo. Azim bobo baraka. Baraka. Küçük korkunuz. Aha. Sizning hujjatsiz kamchiligi bor-da. Safarmat nima bo'ldi o'sha? Hozir to'g'rilab keldi. Hozir to'g'irlab kelgan bo'lsangiz, hozir Toshkentga ruxsat berganlikda 3 kunda chiqarib beramiz. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 93 154 77 154 77 76 99'lik 99'lik 068 66 74. 74 ha? Vatan rahbar kim edi? Salom Roşaklar. 12%dan bo'lyapti, ha? Bu ham chorva, ha? Safarlar bo'ladigan, qilinadigan nimalarni tezlashtirib, kamchilik to'g'rilab ketdi. Tezlashtirib chiqarishimiz kerak.